tor, sidushka qo'yishim kerak, bu yoqqa rakvina bor, bu yerda eshik qilishim kerak. Dush kabinani eshigini tashqariga ochamanmi, razvijnoy qilsam, joy kichkina bo'lib qoladi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, biz sizlarga yaxshi yechim qilib beramiz. Bu yoqqa sinxronniy variant qilib berganmiz. 3 ta detalli ko'rayotgan bo'lsanglar, davotchik mexanizm bilan ishlaydi. Ochilib yopishlari yumshoq, ochilganda mana katta ochiladi ko'rayotgan bo'lsanglar, bemalol sig'aman. Sinxronniy variantda ko'rayotgan bo'lsangiz, ikkitasi birga harakatlanib gluxoy orqasiga o'tib ketadi. O'shaning hisobiga katta ochilinadi. Oynasi 8 mm bo'ladi. Bu yoqqa bunaqa soch yuladigan ruchka qilib berganmiz. Keyingi dush kabinamizni hozir ko'rsataman. Ikkinchi dush kabinamizni o'rtadan ochiladigan qilib berganmiz. OPK sistema. Ruchkalarni ko'rayotgan bo'lsangiz, neobычный dumaloq ruchka oynani orqasiga o'tib ketadi. Eshik o'shaning hisobiga kattaroq ochiladigan bo'ladi. Bu yoqqa kelgan neobычный soch yuladigan bunday aksessuarlar qilib berganmiz. Joy torligini hisobiga mana shu ham soch yulisa bo'ladi. Joyli tor bo'ladimi, murakkab bo'ladimi, installinglar sizlarga yaxshi yechim beradi. Kimga shunaqa sifatli dush kabinalar kerak bo'lsa, passiv nomerlarga aloqa qilib chiqinglar.